Yo'q. Bir chiroyli qiz bo'lsang. Ha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yo'q, ayni. O'zlaringiz ham qanday yaxshi kelganlaringizmi? Ha. Ha. Jek chalaysiz. Ha, Xudoga shukr. Bu choponni necha yildan beri tikasiz? Kimdan o'rgangansiz? Onamizdan qolgan meros. Onamizdan o'rganganman. Shundan mana 6 yil, 7 yil bo'ldi endi. O'rganganimga. Qo'limizdan kelgan hunarimiz shu. Bitta choponga qancha kun mehnat qilasiz? Bitta choponga haftada qizlarimning davrida 5 talab chiqardim. 5 ta? Bir haftada? 3 ta qizim bor edi unda. Shu qizlarim bilan o'rtada ular tikaverardi, men jiyan tutib beraverardim. 5 ta chiqaraman. Qizlarni barini uzatib qo'ydim. Endi kampir bo'lsam ham bekar qo'lim. Demak, choponchilar ko'pini yetishtirgansiz-da. Ha, to'g'ri. Sizgacha ham? Ha, mana nevaralarim ham. Ha. Sizga o'rgatgan. Xudoga shukr, hayla nevaram. Nevaram mana chalayapti. Hammasini shu yerda o'rgatganman ayna. Erkaklar bo'lsa ham shu. Shuni bekar o'tirganimizda. Shaharda demak choponchilar bor. Bor. Xudoga shukr. Oilaviy. Bor. Hamma tikadi. Mana qo'li qo'shnim hammasi mana shu yerda o'tirgan hammasi tikadi. Xudoga shukr. Zamonimiz tinch bo'lsin. Bildan bitta chopon. Endi tikilishiga qaraydi. Tikilishiga qaraydi. Bozordan mol olsangiz ham qilib qaraysiz, go'shiga qaraysiz. Shundan tikilishiga qaraydi. Bu jiyagi nechta bo'ladi? Necha yugurasiz? Necha marta yugurgansiz bu? 4 marta, ha? 8 ta. Ha. Bo'ladi. Bo'ladi endi. Shu yerda mana kelinlar oldim. Buni katta kelinim bo'ladi. 5 ta nevaram bor, Xudoga shukr. Kelinlarga ham o'rgatasiz? Ha, kelinlarim bittasi uyda. Erta siyishami, Xudoga shukr. Bozorga chiqasiz. Chiqadi, Xudo xolasa. Nechta chopon olib chiqasiz? Hozirmi? 5 ta. 5 ta. Kecha juma qaytarib keldim, sovuq ekan. Sovuqda bar chopon oluvchilar yo'q ekan. Shuni hozir kunga pichib ko'pchilik. Bir o'rtasida jiyakda bitta choponigacha olib. 1,5 soatda bo'laman bitta chopon jiyan. Bo'ladi-da, kampirga ina. Bu choponning orqasidan demak oila ro'zg'or xo'jayinim yo'q, o'tib ketgan. Shundan mana shu choponni o'rganib, qizlarimni o'rgatib, kelinlardim shuning orqasidan. Necha yil bo'ldi mana shu choponni tikkaningizga? 2010-yilmidi? Yo'q, 2008-yil tikdim. Xo'jayinim o'tib ketgan, 2005 o'tib ketdi. Shundan beri shuni tikib o'rganibman. Bu xo'jayinim borda umuman tikardi, kam tikardi. Tiktirmasgan. O'zi yetadi, o'zi. Ya o'zingiz aytmoqchi, 10 ta o'g'lim bo'lgancha bitta xo'jayinim bo'lsin deyapti-ku. Ha shundayda bar endi keyin balamga qaraganimcha qo'y o'zim mehnat qilaverayin deyman. Qidirishimga bo'ladi. Bemalol gashtaka bo'ladi. Hozir hamma gashtak deb ketyapti-ku. Ha. Buni jibagini ham kim iyra? O'zim yuraman. Qurchiyim qolib ketibdi, azrab kelaman dedim. Ha. Hoppa. Shu kampir bo'lnikin barib chalkachatdayna. Ha, jeliklarim deb keldim, qo'shnilarga gapirib turinglar dedim. Hozirlar bilan suhbat. Shuni. Yaxshi. Yo'q. 5 ta qizim, 2 ta o'g'lim bor. Xudoga shukr. Tog'i toshni bir qilgan, 2 yoshni bar qilgan. Salom, kelin salom, avval Xudoga salom. Yo'talgan. Yo'talgan, obdastasini ko'targan. Salom, kelin salom, qaynotasiga salom. Xamir kesishga eringan, o'g'il tug'dim deb kerilgan, qaynonasiga salom. Pastivardan qaragan,
Kelin keldi deb so'ragan qo'shnilariga salom. Kelin keldi deb shoshilgan, kelin keldi deb shoshilgan, sutlarini tashirgan ovsinlariga salom. Suvga tushgan sulukdek, qosh ko'zlari pilekdek, salom salom kelin salom, qayni singillariga salom. Atlas belbog' qiyiqimi, yigitlarning shilqimi, salom salom kelin salom, kuyov jo'ralariga salom. Bo'ynimdagi marjonim, bo'ynimdagi marjonim uzilib tamom bo'ldi. Sizga aytlar salomimiz shu bilan tamom bo'ldi. Salom salom kelin salom, alayk salom yor yor, eshitib oling qora ko'zlar, sizga salom yor yor. Ko'p yashang sizlar. Çiçe canım ey, çiçe canım o. Küçe tuna arıktan sular aktı çiçecan. Su cağılıp cilekte kızlar çaktı çiçecan. Cilagida qirq marjon aylanayin chechajon, qirq kakili chachiga boylanayin chechajon. Chechajon ey, chechajon ey, chechajon ey, chechajon ey. Jilagiga juragim boylanadi chechajon. Momon taqqan jilaklar jorqiraydi chechajon. Suluv qizga jarashgan jilaklari chechajon.